Bolam 6 yosh, ko'p gaplarni ayta olmaydi. Imo-ishora bilan gapiradi. Tug'ilgan paytida bir oy sariqlik davom etgan. Bu narsa shundan bo'lishi mumkinmi? Umuman 6 yoshli bolani agar nutqida kamchiliklari bo'ladigan bo'lsa, so'z boyligi kam, imo-ishoralar bilan gapirayotgan bo'lsa, albatta bu bemorda nutq faoliyatida muammo bor. Ya'ni bemorda motor alaliyi deyiladi. Nutq faoliyatini o'sha buzilishini hisobiga bemorda so'z boyligini yaxshi shakllanmaganligi, ya'ni so'zlarini yaxshi chiqarib bera olmasligi bilan kuzatiladi va bu holat aytib o'tilganidek bola o'sha chaqaloqligida sarg'aygan bo'lishi mumkin va bu sariqlikni asorati bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha sariqlikni uzoq davom etishi ham bolani bosh miyasini, ya'ni bilirubinli ensefalopatiya deyiladi bu holat. Va bu bilirubinli ensefalopatiyalarda bilirubin bolani bosh miyasidagi har xil shikastlanishlarni yuzaga keltirishi mumkin va bu holat bolani nutqini orqada qolishi, nutqni kechikishi va shunga o'xshash boshqa nevrologik muammolar bilan yuzaga kelishi mumkin. Farzandingiz 6 yosh, bunday holatda kutib o'tirishga umuman hojat yo'q. Zudlik bilan mutaxassisga murojaat qilish kerak va buni sababini aniqlab farzandingizni nutqini rivojlantirish uchun davo muolajalarini olib borish shart.